Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana eshigimizni ham qo'yib oldik. Eshiklari balkon qanotdan, ruchkalari komfort ruchkadan, ichlariga shotlankalar to'qilgan. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi bilmadim. Bu birinchisi mehmonxona ekan. Bittali xona, chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Bunisi ikkinchi ko'rinishi. Bu ichki tomoni zal ekan. Xonadan xonaga o'tish joyi. Bu ham xuddi balkon profil. Ruchkalari komfort ruchka, shotlankali bo'ldi. Bu yana bitta xona, ichlarida shotlanka gullari bor. Bir tomoni oddiy, bir tomoni prostoy ochiladi. Uy mana shu ko'rinishda qurilgan ekan. Kimgadir rom qiziq, kimgadir uy qiziq. Bu yoq tomonda yana bitta rom. Orqalarida fortichkalar. Yaxshi ixchangina chiroyli ishlangan. Romlari plastik, 2 qavat oqaynik, podokonnilari bilan bo'ldi. Bu yoqda fortichkasi, orqa tomonda yana hammomda xonalar fortichkasi bor. Mana bu holatda fortichkalari bor. Rangi mokriy asfalt rangda, oynaga 2 qavat. Jami mana shu uyimizga mokriy asfalt rangda, eshiklari alyumin bo'ldi, romlari plastik bo'ldi. Jami summasi 26 million so'm bo'ldi. Ichidagi mana shunday shotlankalari bilan birga. Narx sizlarga ma'qul bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like tugmachasini bosib qo'yinglar.